أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهيد. Bu bab şehit'e münasebetlik ahkamlar bayan kılıngan babken. Elbette şehadet bu cihatның mevlerinden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnfiru khifafen ve thiqalan ve cahidu bi amwalikum ve anfusikum fi sabilillah. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lamun." Allah Teala cihat qilish buyurdi. Cihat qilgan aş mujahidlarga iman bilan guvohlik bergan Allah Teala. Başka bir ayette İnnemal mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh ulâike humus sâdikûn. Allah yolda cihat qilish imanning, sadiq imanning mevlerinden birisi. Yoki kamil imanning mevlerinden birisi. Albatta mujahidlarga belgilangan martaba intayin katta İslamda. İmanı mükemmelligi bilan sifatlangan mujahidlar Allah yolida mal mulkini, jonlarini Allohning huzuridagi savobni umid qilib qurbon qilgan, oxiratdagi mangulik hayotni ko'zlagan, Allah yo'lida o'lsak hayotimiz oxirlashidu demay, balki abadiy hayotga erishimiz deb e'tiqod qilgan, o'lgandan keyin xush bishorat ilib Allah yo'lida o'lganligiga xushal bo'lib, ashunda bir kayfiyatda bo'ldigan şehitler bular ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Yani şu ve yestebşirun ferihine bima atahumullah diyendek şu ahvallar es hayatlıkta bulduğun ahvallar. Nanki bu hayatken diyen mazmun çıkıyor. Hem de bizim dünyavi ölçemlerimiz boyunca ferihine yestebşirun diyendek muşunda keyfiyatla hayatlıkının nişanesi deyimiz. Min hasaisil hayat deyimiz. Bizim nezdimizde aşağı hayattıdır o. Ama ahiretki ahval çözsek bunun hayat değildi, lakin bunun keyfiyetine, hakikatine biz bakmayız. Bunların ervahları yeşil kuşlarının içinde cennette şücürüydü gelişi var. Yani bu hayatının keyfiyeti bizden aman. Ama kuşallı olurdu, işaret olurdu, dünyaya yani kayıtıp, yani şehit olup, yana qaytib yana şeyde arzu qildi degandek ma ahvollarni ko'z tutsak bular hayot degan mazmun chiqadi. Shundanki bu shahodatning o'zi Allah yo'lida jihad qilishning mevlaridan bir meva. Ana shahodat deganning ma'nosi, lug'atdagi ma'nosi shahida, ya'ni o'shaga hozir bo'ldi, o'sha ishni ustida turdi degan ma'noda. Shahid degan al-hodir degan ma'noda bo'ldi. شاهد والجمع أشهاد وشهود وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد واستشهد فلان يعني قتل شهيدا demekçi. والمشاهدة المعاينة عند اصطلاحي ma'nosi Allah'ın razılığını közlep Allah yolunda cihat qilish maqsadida kafirlar bilan urushib o'lgan mujahidni shahid deymiz. Yani manda desek men yuqtalu fi harbil kuffar muqbilan gayra mudbir mukhlisan ve qasidan bi cihadihi vejhallahi taala ve daral ahireh. Lakin muşunda halatda men qatala li takuna kelimatullahi al-ulya fehuve mujahid, fehuve fi sabilillah. Muşunda halatda öldürülgen bolsa bu şehit oldu. Muşunda şehitne biz şehidü dünya ve şehidül ahire deymiz. Bu şehitlerin bir türü. İkinci bir türü şehidül ahire. Bunu bazı ulamalar 7 türlük degan, bazılar 20 neçe türge yetkizgan. Bazı hadislarda 5 türünü tilga olgan. Şehidül ahire deganning ma'nosi şehidi dünya ve ahire Allah yolda cihat qilib o'ldirilgan şehit ahiretde berildigan ecir berildi bununla. Ahiretde mukafoti shularning mukofotiga o'xshash bo'ladi. Elbette mertebesi okşaması mı? Lakin tigide en tuvan çeki şeylerin mertebesi buldu. Lakin dünyada biz ulanı Allah yolda şehit boğan şehitler okşaş muamele kılmayız. Yani şehitler ahiret diyen ahiretin hükmünde şu şehitler okşaş. Lakin dünyanın hükmünde bizim muamele kılışımızda
jup tarafda naqlash qilda bular shahid hisobida emasmas. Üçüncü bir türlük şehit badiga uluma'lum bo'lgan. Bular şehidü dünya faqat. Dünyada ham şehitning hukm berilgan. Ahiratda şehitlikdan nasibisi yo'q. Bular masalan urushda qochgan holatda o'ldirilganlar, urushdan qochib ketib o'ldirilganlar, g'animatdan o'g'irlab, g'ulul holatida o'ldirilganlar, bularni şehidü dünya deb atagan ulamalar bor. Dunyoda bu shu jangda o'ldigan şehit dildi. Degan ahiratda buning qilmishlari tufaylidan şehitlik darajasiga erishilmaydi demoqchi. Albatta hamda şehitlik savobiga erishishning shartlaridan biri as-sabr va al-ihtisab. Bana aşk qilgan jihadga Alloh taoladan savob berilganligiga shunda niyat qilgan bo'lsa va shu yo'lda chidab bardashlik bergan bo'lsa, undan boshqa g'animatdan o'g'irlash, qarzga bo'g'ilib qilish degandek ahvollar bo'lmasa, boshqalarning haqqini yegandek ahvollar bo'lmasa, gunoh ishlar sababidan o'lgan bo'lmasa, masalan bir o'g'ri birisning uyga o'g'irlik kirdi. O'g'irlik kirib, buni bino o'rdib tushib tambasi oldi. Masalan, biz shaydul axira 7 turlik, 20 turlik bo'ldi dedik-ku. Shuning ichida tambasi olganlim bor. Tambasi o'lib, endi o'lgan bo'lsa bu o'g'rini o şehitlik mertebesi yetemeydi. Ya garakın tazı içip, qo'saq ağrıp ketib, qo'saq ağrıqqa şu dertte ölüp ketken bolsa al-maktun degan nima bor o? O şehitlikimiz ketmeydi deydi. Davamda şehit bo'lishning shartlaridan biri shu demoqchi. Endi ba'zi ulamolar shu shahid nima uchun shahid deb atalgan, shahid deb atilishning sababi nima? Mushahadatdan kelgan bu so'z. Shahidadan turinib chiqdi. Nima uchun bunda atalgan deb tahlil qilib, ba'zi ulamolar masalan Nadr ibn Shumayl lug'at ulamolaridan, chunki bu shahid degan hayot. Hayot bo'lgankin bularning ruhlari davomliq bunda holatda, ya'ni ruhlari bir yoqqa ketib qolmaydigan, hozir holatda turadigan bo'lg'achqa shahid deb atalgan. İmam Qurtubiy shu eng to'g'ri qarash deb tarjih qildi. Yani ba'zilar chunki Alloh taolo va uning farishtalari mushi shahidga shahodat bilan guvohlik beradigan bo'lg'achqa Alloh yo'lida o'ldirilgan yoki boshqa turli shahidlar shahid deb atalgan. Yana ba'zilar chunki u jini chiqqan vaqtida Alloh taolo unga tayyorlagan martaba va katta ajrni va izzatlashni ko'rdi. Shahid deganini ko'rgan degan ma'noda. Yana ba'zilar do'zaxdan omon qolganligiga guvohlik berilgan kishi bo'lgan ekan bu shahid deb atalgan. Yana ba'zilar buningdan chiqqan qon buning ashunda ajrga erishgan kishi ekanligi guvohlik berilgan bir belgi bo'lg'achqa deganlar bor. Qanday bo'lmasa ham shahidningki otilishi shu qirq sabablardan bo'lgan. Endi biz Alloh yo'lida shahid bo'lgan, xas ma'nodagi shahiddan boshqa yana 7 ya 20 turlik shahidlar bordir. Ammo albatta bu shahidning uni keng ma'nosi. Bu turlik shahidlar har turlik og'riq va ashunda ig'ir o'limlarga og'riq bilan va ashuna qattiq bir voqealiklarda, kasalliklarda azoblanib o'lib ketgan kishilar bo'lg'achqa Alloh taolo shu islom ummatiga fazli marhamati bilan bularni ashunda jangda kafirlarning qo'lida o'ldirilgan shahidlarning martabasini ato qilgan bo'ladi. Yani bu ikkisi o'xshash bo'lib qoldi-ku. Nima bu Alloh javob qilgan bo'lsa bu nima uchun bu tang savob berildi yoki nima uchun o'xshash bo'lib qoldi bizning uni o'qitib boshlayapmiz. Chunki Alloh taolo sahibul fadl, nima? Albatta buning martabasi jannat martabasiga o'xshamaydi. Alloh yo'lda shahid bo'lgan shahidlar firdavsul a'la, nima? Başkaları başka derecede buluşu mümkün. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle eş-şuhedâ'u khamse el-mat'un. El-mat'un degen vabada ölüp ketkenler. Ta'un da ölüp ketken. Mat'un degen pişak sancılık degen yapamaz. Ta'anahu bisikkin deyimiz o. Bunda emas. Yani ta'un da vabada yuqumluk kesellerde ölüp ketkenler. Vel-mabtun. Mabtun degan qo'saq og'riqi, to'xtamay is surilib bunda o'lib ketgan kishilar deyilibdi.
Ya kesal umumroq ma'nosida qo'saq og'riqida o'lib ketganlar. Val g'ariq suvda g'arq bo'lib o'lib ketganlar. Va sohibul hadm tam besilib o'lib ketganlar. Va shahidu fi sabilillah azza va jalla. Bu muttafaqun alayhi hadis. Wa an Jabir ibn Atik anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala ash-shuhada'u sab'a. Hadi 5dan 7ga avdi. Ash-shuhada sab'a sival qatl fi sabilillah. Daha 8 oldu mu? El-mat'un şehid vel gariqu şehid ve sahibi zatil cembi şehid. Sahibi zatil cem degan beqiniga shunda bir yerini yig'ilib qolgandek bir narsa ish tarafiga shunda do'mboq bir narsa paydo bo'lib, cho'ngdan xurakdek deylar, endi bir narsa paydo bo'lib, shunda o'lib ketgan kishi. Vel mabtunu şehid vel hariqu şehid, ya'ni o'tga ketgan. والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. تموت بجمع degan qo'sqida ba ayol qo'sqilik bola bilan birga o'lib ketib qolsa shahid bo'ldi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan, Shayx Albani sahih degan hadis. Va an Anas an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam at-ta'un shahadatu kulli muslim. Vaba har bir musulmon shu vaba o'lib ketib qolsa shahidga erishtirgan narsa. An ba'zi rivoyatlarda, ba'zi hadislarda izlanchani qilib o'lib ketgan kishi, yirtqich hayvonlar yeb ketgan kishi, igiz tog'lardan o'chib ketgan kishilar, masalan, dengizda beshqayib ketib, yondirib o'lib ketgan kishilar, oyda sul degandek kasallik bilan o'lib ketgan kishilar, ot uloqlari tashlatib o'lib ketgan kishilar deb o'limalar shu kelgan rivoyatlar sanasa 20 nechaga olib olgan. Yani mushunda tariqada o'lash ahvollari Alloh taoloning fazli marhamati bilan ashunda daraja berilgan, shahodat darajasi berilgan o'limlar. Nima uchun shu og'riq azobi qattiq. Yani bir hadisda wan nufasa'u yajruha waladuha bisararihi ilal janna. Nifaslar yani bu hozir yangidan tuqqan ayoldir, tug'utliq ayol deydi. Tug'utliq ayolning bolasi onasini hamri bilan jannatga so'raydi degan. Albani sahih degan hadis bu. İmam Ahmad rivoyat qilgan, Shayx Albani sahih degan hadis. Aslida sahib zatul jam degan arablarning shu burunqi ta'bir berishida qo'sqiga ich tarafidan o'smalik bir narsa paydo bo'lib, yo yo'g'on danaxo'rakdek bir narsa paydo bo'lib, jirin-jirilib qilib, endi o'lib ketgan kishi. Lekin buni shuna ma'nosini kengaytsak, umumlashtirsak, shunda kasal azobi o'lib ketganlar bo'lsa shu qatorda bo'ldi. Yana bir hadisda man qutila duna dinihi fa huwa shahid. Dinini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Va man qutila duna damihi fa huwa shahid. Jinini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Va man qutila duna malihi fa huwa shahid va man qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Mal mulkini, nomusini, xotin balchaqlarini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Bu İmam Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan hadis. Albatta shu mal mulkini, nomusini qo'g'dab o'ltirilganlar shahidul axira. Endi Alloh yo'lida shahid bo'lishning fazli intayin katta. Chunki bu shahodat martabasi nihoyat yuqori martaba. Buni faqatlam intayin hamda ta'laylik, yak Alloh taolo shunda nisb qilgan kishilar erishadigan bir martaba. Ulamolar buni payg'ambarlikni birinchi martaba desak, shahid martabasi 3-o'rinda turdi degan. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va may yuta'allaha var rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'an nabiyyin was-siddiqin 3-chi qatimda wash-shuhada dedi. Ya İmam Müslim rivoyat hadisda ma ahadun yadkhul janna yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. Yani şu bütün zimindeki mal mülk de bu dünya verildiğin bolsa hiç kim dünya qaytishni xalmaydı. Ahiret ketib Allah dünya qaytishni xalmaydı. Faqatlam şehit men yana qaytib 10 qitim bolsa bunda ko'p o'ltirilib, yana qaytib, yana o'ltirilib bunda katta ajrlarga erishsam ekan deb orzu qiladi. Chunki bu
shahidlarga berilgan martabani jannat ko'rgan bo'lg'achqa. Bu mukofot shunday katta bo'lgan, nima uchun desa, islom bayrog'ini yuqori ko'tarish uchun, ya'lan li kalimatillah fido qilganlik uchun mukofotimi shunda katta bo'lgan. Shunga u boshqalar odatli kishilar o'lgandek o'lmaydi. Odatli kishilar unda o'lgandeklar o'lab boshqa bir bosqichga kirib ketmagandek, hayotliq bosqichi bir xil davom etadi shahidlarga. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. شلما يعني برآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. شكل برآية شو ونك مثلا يستبشرون بنعمة من الله جدا فرحين بما آتاهم الله من فضله جدا مشو استبشار والفرح وأنك مثلا arkada qolib qolgan musulmon qarindoshlarimi bizga o'xshab bunda shahid bo'lsa ekan, bunda martaba erishsa ekan deb shunda ko'ngil bo'ludi. Ashun hammasi nima iborat? Min xasaisil hayot. Shayx rahmatullohi alayh shunda degan, mushu hammasi hayotga xos ishlar bu. Hayot bo'lmasa unda farah va istibshar va ihtimom bil oxirin bo'lmaydi dedi. Lekin oxiratga hayot qanday bo'ldi? Buni biz bilmaymiz. Uningdan boshqa shahidlarning alaydiklari shahid bo'lgan kishining gunohlari mag'firat qilinib, do'zaxdan qutuladi, jannat kiradi. Alloh taolo fallazina hajaru va ukhriju min diyarihim va qatalu va qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim va la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab degan. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilsa an Amr ibn al-As radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala yaghfirullohu lish-shahidi kulla shay'in illa ad-dayn. Shahidning hamma gunohlarini mag'firat qiladi, faqat qarz. Bu bandaning haqqi bo'lg'achqa, egisi kechirishga qarashli. Yana ba'zi hadislarda shahidningki Firdavsul A'lada turdiganligi, Firdavsul A'laga erishganligi bayon qilingan. Harisa bint Suraqning onasi Badr g'azotimi, Uhud g'azotimi qaysi bir g'azotdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Mening o'g'lim Harisa jannatda bo'lsa, men sabr qilay, inshaalloh. Agar do'zax talab qilgan bo'lsa, men tazjilay. Deb Rasulullohdan so'ragan chog'da Rasululloh innama hiya jinan, bir jannat emas, bir necha jannat u, necha martaba. Masalan, 2 yulduzlik, 3 yulduzlik tutun. Hali 7 yulduzlik chiqdi-ku. Endi darajada hamda. Va inna ibnaki firdavsul a'la degan. Sizning o'g'lingiz firdavsul a'lada degan. Bu hamda shahidlarning firdavsul a'laga erishganligini hadisda Alloh taolodan so'rasanglar firdavsul a'lani so'ranglar degan. Bundan boshqa farishtalarmi shahidni ash qanoti bilan shunda bir sayda tutib turganligi Jabir radhiyallohu anhu hadisida kelgan. Jabir radhiyallohu anhuning otasi Abdullah o'tda birinchi bo'lib shahid bo'lib ketgan. Shahid bo'lgandan keyin Ibnat Amrmo, uxti Amrmo shu Jabirning ammasi ya shunda ayollardan birisi yig'lash boshlagan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda degan: "Tabki awla tabki ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha." U yig'lasin Alloh taolo buni izzatlab farishtalari qantilan saygan shunda katta martabaga erishdi demoqchi. Yana sahabe kiramlardan kelgan rivoyatlarga asosan shahidlarningki jasadi sirib ketmaydigan, shunda buzilib ketmaydi, o'z holida turganligi shendik rivoyatda kelgan. Masalan, ba'zi sahabe Uhudda shahid bo'lgan ba'zi sahabelar 40 yildan keyin masalan salab tikilib nimasi eslib qolgan chog'da qarasa ikkalanib masalan bir qabr qo'yganida ahvollarda qarasa qabr egalari kelib qaytini muqilla deb qarasa jasadi shu holda turgan. Yani ba'zininki qabrisini shunda ikkalanib bir qabrga o'tgan uni boshqa o'tkayli deb ko'lgan vaqtlarda putiga ketman tekitib putidan sho'qirab qancha ketgan. Yani oyat ilmimiz bo'lgandeklar. Endi ahvollar rivoyat qilingan. Shenlik rivoyatlar bor. Yana shahidlarning qabrida bunda og'ir sinoqlar duch kelmaydiganligi rivoyat qilingan. Yana shahid o'ldirilgan chaqda tig'ning yo o'qning azobini tatmaydiganligi rivoyat qilingan. Tinolmay o'ldirilganligi. Bundan boshqa yana shahid o'zining oila tavobatini 70 kishiga shafaat qila oladi degan hadis bor. Ana Abu Darda radhiyallohu anhu qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. Buni Bayhaqi rivoyat qilgan, Sheyx Albani sahih degan. Ya qo'shilmagan bo'lsa-mu, shafaat qilishga loyiq, ahlul qibla bo'lsa, shafaat qilish degan zar bu odamning shu ishga loyiq bo'lmasa-mu, tilvaganligini bildirdingizmi? Bu karamatan lish-shahid, ikraman lish-shahid. Masalan, Qur'on yozilgan kishining shunda shafaat qildirgan rivoyati bor-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu do'zaxga qolib qolgan ummatlarning shafaati bilan jannatga chiqib oldi-ku. Shunda tushunish mumkin. 70 degan zot 70 deb bunda belgilangan norma bo'lishi mumkin. 70 degan ko'p sonni bildirish mumkin. Tastagfirullah 70 marra. Mesela Uyg'urda masalan 100 ming qatim bunda qilsam-u deydigan, amaliyot 100 ming qatim sonni nima emas, jiq 1000 qatim bag'andima degan. Yani mesela men 10 qatim barsam, mesela 1000 qatim bag'andima deyman. Yani jiq bag'dim demakchi. Shunda tushunishim mumkin. Yani bu kitapta qala ve huve men qatalahul mushrikun, mushriklar o'ltirayotgan kishi shu shahid aw wujida bil ma'rakati jarihan, yoki jangda deganimiz mushriklar kofirlar bilan bo'lgan jangda yerda holatda yaralanib o'lgan holatda tepilgan kishi. Jarihan degan yerda holatda saq degan gap emas. Yaralanib o'lgan holatda tepilsa, masalan jangdan keyin unda tekshirib hammalarni izladik. Bizning odamda necha o'libdi, necha yerda o'libdi deb hammani tekshirib bir tarafga og'iltirsak, qarasak yerda holatda shu jangda o'libdi. Degandir. Kafir o'tiryaptimi buni yoki musulmondan birisi o'tiryaptimi? Buni uqmaymiz. Shunda bo'lsa-mu, lekin kafirlar bilan bo'lgan jangda o'ltirilgan bo'lsa, shahiddir. Ev qatalahu muslimuna zulman, yoki musulmonlar naqchilik qilib o'ltirayotgan, masalan pulni bulaymiz deb, bo'zikitimiz deb endi o'ltirayotgan kishimi shahid. Va hozir bu yerda shahidning ta'rifini qildi. Bu yerda ev qatalahu muslimuna zulman deganga munosabatlik Imom Ahmad Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda ma min muslimin yuzlamu mazlamatan fayuqatilu illa qutila shahidan. Sheyx Albani sahih etgan. Yana Nasai rivoyat qilgan bir hadisda man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahid. Naqslik usrab o'zining haqqini qo'llab o'lib ketgan kishi shahid bo'ldi. Lekin mishada aw qatalahul muslimuna zulman deganga hadisdan aniq dalil bor bo'ldi. Albatta da shahid bo'lishning sharti o'ltirilgan bo'lish kerak. Mesela jangda turib o'zi yurak kesilib bunda o'lib qolgan bo'lsa shahid bo'ladi. Kafirlar tarafından öldürülgen buluşlar. Niyeti bu olsa, ahirette Allah Teala şehitliğin derecesini verse, lekin biz dünyada şehit muhabbet kılmayız. Yani bir şartı, eyyekuna mazlumen, zulüm uçurgan buluş gerek. Elbette kafirlar olan doğan vuruşlar hammasi şu kafirlar bizga eskilik qilib, zulm qilib, o'zimizni qo'dash uchun, haq huquqni qo'lga keltirish uchun qilgan vuruşlar bo'lgan ekan, shuda. Uningdan boshqa insonlar, shunda musulmonlar bo'lsin masalan, zulm qilib, mol-mulkini tortib olamiz deb bo'zikitib qilsa, o'zini qo'dash uchun, o'zini mol-mulkini, o'zining zaminini, haqqini va nomusini qo'dash uchun o'ltirsa, u shahid bo'ladi. Şu Allah yolunda uruş kalın, şehit olur mu? Onun da eskandalım yok. Bu istişhad demiş, istişhadi demiş. Bunu Şeyh Qardavi qatarlıq ulamalar şehitlikten en yuqori mertebeleri deb bağlagan. Çünkü adatda cihat çıkan mücahidlar, bakın Nusrat Qaznab g'azi bo'lib qaytamiz ehtimalanlar. Ya o'ljelib qaytamiz degan bir umid bor. Keskin cho'qim o'laman degandek nima yo'q. Lekin ma'noda hech qanday umid yo'q. Keskin o'laman deb qadam qo'ygan bo'g'achqa eng yuqori martabalik shahid degan. Garchi buni ba'zi ulamolar o'zini o'tirib deb cheklab baqqan bo'lsa-mu, lekin to'g'risi shu. Yuqori martabalik shahid bo'ldi. Endi mazlum bo'lishi degan shart bo'g'achqa haq o'ltirilganlar shahid bo'lmaydi. Masalan, birisi bir odamni o'ltiribdi. O'ltirayotgan buni qisos olish uchun hozir Imom Muslim buni qisos ijro qilib o'tiryaptimi? Bu jazoni o'ltirgan kishi shahid bo'lmaydi. Qisos vojib bo'lgan bir
o'ltirish bo'lib qolsa, masalan birisi naq o'tiribdi, birisi bir musulmon naq o'tiribdi. O'tirayotgan qasda o'tayni qisos vojib bo'ldi-ku. Demak, bugun o'tirilgan kishi shahid hukmida. Shu 7 turlik, 20 turlik shahidul axira hisobot bo'ldi. Lekin pul badal vojib bo'lgan o'ltirish bo'lib qolsa, unda o'ltirilganlar u shahidul axira bo'lmaydi. Masalan, xato bir odamni o'ltirib soldi. Mashinadagi tutam jangni uratdi, o'tiradi. Yoki bir o'yni otaman deb insonni etib soldi, o'lib ketdi. Yoki mushlishib qilib, quloqning tagiga bizni salsa, o'lib qoldi. Asli o'tirish maqsad yo'q. Bu ham shibul amd deymiz. Ya xato, ya shibul amd. Xato bilan shibul amdda qisos kelmaydi. Diyet qildi. Diyet kelgan ahvolda mushunda o'ltirilgan, naq o'ltirilgan yoki zarba o'lgan kishi shahid bo'lmaydi. Lekin qisos vojib bo'lgan qasddan o'tirish bo'lib qolsa, shu shahid qatorida bo'ldi. Aw qatalahu muslimuna zulman degan mushun daris kirdigan. Musulmonlar zulm qilib nahaq qasddan o'tirayotganlar ularni shahid. Albatta Alloh yo'lida i'lon li kalimatillah bo'lgan shahidlarga o'xshamasmi? Bu shahidul axirah. Qala fa innahu la yughassalu in kana aqilan balighan tahiran va yusalla alayhi. Ay diyet vacip bo'lmaganmi? Va bizninkida yo'q-ken. Buning hukmi nima? Shahid dedik, ama shahidning ta'rifi yo'q. Mujna munda shart to'ldirganlar shahid bo'ldi. Mujna shahid fa innahu la yughassal. Yuqtiramaymiz. In kana aqilan balighan tahiran. Aql balig'i cho'ng kishi bo'lsa, ana shu shahid bo'lishning sharti Abu Hanifaning o'zida. Mukallaf bo'lish lozim. Tahir, julmaydi, junub bo'lib qolsa juldi deydi. Bu juyishqinlar asal hukmning yerimi deylar. Juyib taramdoq siz juyib taramaymiz. Faqat junub bo'lib qolsa juymaymiz. Ya kichik bo'lib qolsa, saram bo'lib qolsa juymaymiz deydi. Lekin mukallaf bo'lib qolsa juymaymiz. Ikkinchisi va yusalla alay. Uning namozi tushirildi. Yani shahidning namozi tushirildi. Hanafiy mazhabining qarashida. Qala wal aslu fi ahkam ash-shahid shuhada Uhud. Endi shahidning ahkamlariga munosabatlik masalalarda asos bo'lgan voqelik dalil isbotmish. Uhud shahidlarining ahvollari shu asos bo'lgan. Hamma narsada biz shuni qaytib, shundan ahkam qilamiz. Qala sallallohu alayhi vasallam fihim zammiluhum bikulumihim va dimaihim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud shahidlarining haqida ularni yarlari bilan va qonlari bilan yo'gab qo'yinglar dedi. Kulum degan juruh degan. ولا تغسلوهم ولا نجموا فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما. Çünkü ular kıyamet günü boyan tumurlardan kan bulduq çıkan halatda qopudu. El-lawnu lawnud-dam. Kan qapqızıl kanning rangida. Var-rihu rihul misk. Furqa miski ambarning furqida ashunda holatda qopudu. Bu turli rivoyatlarda kelgan ba'zini ojiz ya hasan darajalik deyish mumkin, lekin Sahih Buxoriyda kelsa, an Jabir radhiyallohu anhu, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Vallazi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu man yuklamu fi sabilihi, illa jaa yawmal qiyamati al-lawnu lawnud-dam war-rihu rihul misk." Sahih Buxoriyda rivoyat. Yana bir rivoyatda İmam Ahmadning va İmam Buxoriyning rivoyatida kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdan lil-Qur'an fa idha ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd wa qala ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alayhim. Tashxubu degan shuni bulduq aqqalliqni ko'rsatgan so'z. Fa kullu man kana bimithli halihim aw kana fi ma'nahum. Undan ashularning altida yoki shu mazmunda o'ltirilganlar bo'lib qolsa, ya'ni ashularni yani shuhada Uhud shahidlarining o'xshashi bo'lib qolsa va shu mazmundagi shahidlar bo'lib qolsa, masalan bi an qutila zulman, masalan zulmga uchrab o'ltirilgan ولم يجب بقطعه عوض مالي ular o'tirish bilan pul mal badal vojib bo'lmagan, masalan qatl xato va shibl amd bo'lmagan demakchi. Falahu hukmuhum,
qasddan naq o'ldirilganlarmi shu shuhada Uhudning hukmida bo'ldi. Va qawluhu aw qatalahu al-muslimuna zulman, yoki musulmonlar naq o'ldirayotgan kishimi shahid dedi. Va qawluhu yani qawlu al-matin yoki al-muallif fi al-mukhtar aw qatalahu al-muslimuna zulman yadkhulu fihi qatl al-bughati va qutta' at-tariq. Bag'iylar o'ldirayotgan kishilar va qaroqchilar, bulonchilar o'ldirayotgan kishilarmi shahidlar qatoriga kirdi. لأن عليا لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين. Çünkü Ali radıyallahu anhu Siffin gazetida o'ldirilgan qo'l ostidagi jangchilarni yuvib taramagan deydi. Ve qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qutila duna malihi fehuve şehid. Qutta' tariq qaroqchilar shu mol mulkini ilerish uchun o'ldirildi. Undan keyin o'zining mol mulkini qo'g'dab o'lgan kishi shahid degan. Undan keyin namoz o'qirilmaydi. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة كصلاته على الميت تبكيان. يعني ما هو وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة ديان söz metnindeki ويصلى عليه diyenin delili ve şerhi. Namaz o'qiydi dedi, namozi tushirildi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida shahid bo'lganlarga Uhud g'azotida shu voqealikda bir namozini tushgan, keyin 8 yildan keyin qaytib bir tushgan degan rivoyat bor. Chiqatib namozini tushgan. Hozir men dalil qilmoqchi o'g'ini Uhud g'azotida bo'lgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu shahidlarning namozini tushgan. Hatta ruya annahu sallallohu ala Hamzata radhiyallohu anhu 70 salat. Hatta taqimunda rivoyat kelgan Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ashunda tamsil qilinib o'ldirildi. Rasululloh qattiq chaqirdi. Keyin Hamzaga namoz tushdi. Hamza namoz tushgandan jassini bir yerga yo'tkimaylam, shu yerga qo'yib, yana bir meyitni akilib, ikkalanni qo'yib, bir tushdi, yana u meyitni olib ketib, uni o'rnidan akilib, oyinda qilib, har bir meyit bilan billa namozini tushgan. Va fi rivoyat 70 takbira. Yani bir rivayette 70 tekbir tushdi deb kelgan. فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد يصلي عليه. بواحد واحد degina bir-birlab, birdan akilib qo'yib namozini tushgan. Lekin Hamza shu joyida turib, har qitim namoz o'qilgan kishi bilan birga namoz o'qilgan. فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة. Rivoyat qiluvchi har qitimda Hamzaga namoz o'qidi deb o'ylagan. Her bir kişiye namoz tushgan chaqda Hamzaga ham birga tushdi deb o'ylagan ravi. Yani şu sahabe. Yani yuqorida biz qutta' tariq va bug'a namoz tushirmaydi, yutarolmaydi dedik. Shunami? Lekin endi bag'iylar va qutta' tariq o'ttirayotganlarning nimasiga bu shahid darajasini berib biz uni shunda muomala qildik. Endi shu bag'iylardan biz urushib qolsak, bag'iyni biz o'ttirsak-chu, bag'iylardan o'lganlar-chu, qaroqchilardan o'lganlar-chu, shu taraf namoz tushirimdi. Yani bu mezhepte olan vücut taraf namoz tushirmaydi. Yani ikki taraf bor. Qaroqchilar bazıları o'ltirayotgan ubda odamlar, bu ubda odamlar o'ltirayotgan qaroqchilar va bag'iylar. Yani bu mezhepte bu bag'iylar va qaroqchilar vücut taraf namoz tushirmaydi. Chunki Hazrati Ali Nahravan kunida o'ltirilgan xavorijlarning namozini tushirmagan. Emralardan ba'zida akuffarunhum deb so'rgan vaqtida qala lahu la walakin ikhwanuna baghaw alayna. Kafir emas, lekin bizning qarindoshlarimiz bizga bag'iylik qildi. Yani bu so'zni nimaga ishorat desa, biz yo'q taraf namozini tushirmasligimiz bularga ashunda ihonat qilganlikdan, boshqalarga ibrat olsin deb boshqalarni zajr qilganligimizdan shunda qildik demoqchi deydi. Şu çağda Hazreti Ali'nin qo'shinda sahaba ikramlar bordi, ular e'tiroz qilmagan, ular ijmo bo'lgan. Lekin Shafiy va Maliki mazhabdagilar namozini tushiramiz deydi. Bu sallallohu ala kulli birrin va fajirin, sallallohu ala man qala la ilaha illalloh, sahibul kabir namozini tushiribdi deya asosda namozini tushiramiz debdi. Endi bu yerda va qawluhu in kana aqilan balighan tahiran. Aql baligh tahir bo'lsa degan so'zi shu matnining mush iborasi bu mazhabi Abu Hanifa rahimahulloh. Abu Hanifaning qo'ygan sharti bu.
لأن عنده يغسل الصبي والجنوب والحائض. Çünkü imamның nazarda sabi bola bo'lib qolsa, junub bo'lib qolsa va hayzda bo'lib qolsa, ashulanda o'ltirilgan bo'lsa, yuvib taraymiz deydi. Albatta saramo mushqatadi bor. El-junub vel-hayd ve-nufasa idestuşhidu. Amushular şehit bo'lib qolsa, yuvib taraymiz deydi. Ya'ni imamның nazarda şehit bo'lishning sharti at-taklif. Şehit bo'lishning bir sharti taklif. Ya'ni mukallaf holatda bo'lish kerak degan bo'g'achqa as-sabi vel majnun şehit bo'lolmaydi deb. Ammo nufasa, hayd deganning juyilishi uning janobatni yo'qotishi juyimiz. Ve qala yani as-sahiban la yughassalu as-sabi qiyasan ala al-baligh. Yani sabi o'ltirilib qolsa, bu baliqqa o'xshashlam biz buni juyib taramaymiz. Nima uchun u zulm qilinib, naq o'ltirildi. Buning o'ltirilishiga qarta bir pul-mol badal kammidi. Undan keyin bu aql baliqqa o'xshash deb qaraydi. Valal junub kishi shehid bo'lsa-mu juyib tarolmaydi debdi sahiban. Li'anna wuslal janabati saqata bil maut. Chunki janobatning uslisi o'lim bilan chiqib ketdi. O'lash bilan buning munasa tugadi deydi. Wa ma yajibu bil mauti mun'adimun fi haqqihi. O'lim bilan vojib bo'lgan narsa uning haqqida, ya'ni fi haqqi sabiy demakchi o'shada. Uning haqqida yo'q hisobda deydi. Yani wa ma yajib bil maut degan nima shu? Ve ma yecibu bil maut degan şehit qilinishi bilan, o'ltirilishi bilan shehidning butun gunohlari mag'firat qilinib, do'zaxdan qutulibdi-ku. Shu mazmun as-sabiyning haqqida yo'q deydi. Chunki sabiy marfu'un anhul qalam. Gunoh yozilmagan uningga. Albatta, shu sabiyni boshqa nohaq o'ltirsa, yo yana jangga qatnashib qilib o'ltirilsa degan. قال ولأبي حنيفة أنه صح أن حنظلة ابن عامر رضي الله عنه قتل جنبا فغسلته الملائكة يعني فغسلته الملائكة. إمام أبو حنيفة مش حنظلة رضي الله عنه وقالكن دل قلب حنظلة رضي الله عنه شهيد قلنغان چاغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرishtalarning uni yuyib targ'anligini ko'rgan. Ko'rgan ekan, uning ayolidan darhol so'ranglar, nima ish bu degan ekan, ayoli shunda deb qo'ygan. Junub holatda juyinmagan sami'a hay'atan degan hayya alal jihad degan. Hay'atan fa kharaj dun an yartasil. Ayoli bilan bo'lib ketgan. Juyinay deb bo'g'icha jihad qilinglar degan chaqiriqni anglab juyinmaylam udul chiqib ketgan. Chiqib juyinish fursatmaylam shehid qilingan. Shehid qilingan ekan, buning ahvolini musulmonlar bilmaydi. Rasululloh farishtalarning uni jug'unni ko'rib ani so'rishib qilgan ekan, bu junubgan aslida. An mushina Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh dalil qilib, bu farishtalarning vaqig'ini hozir bizga o'rgatish uchun qilyotdi buni. Menda qoida va qilish kerak mashni. Siz bilmagan ekan, buni yutarmadinglar, biz bilgan ekan yutardi deb ikroman lishahid Allah vojibni ado qilgan. Ya'ni chalaqan muson degan tariqada. Va kana ta'lima vajr istidlal musham. Va kana ta'liman. Bizga o'rgatdi farishtalar. وهو مخصوص عن الحديث العام. Bu umum hadislardan mustasno qilingan xas bir ahvol. Ya'ni shahid bu yutarolmaydi degan umum bir qoida bor. Faqat junub bo'lib qolsa yutarolmaydi. Wal hayd wan nufasa mithluhu. Hayzda va nifaslarlamo shunga o'xshash. Wa amma as-sabi فلأن الأصل في موت بني آدم الغسل. Hamda sabiy bolaga kelsak, aslida odam bolasininki qoidasi yutarashdandir. O'lgandan keyin yutarash bordi. Illa anna tarakna bi shahadatin tukaffiru dhanba liyabqa atharuha lima rawayna. Lekin biz shu o'ltirishning bir belgisi qattason deb bu hamda gunohlarning mag'firat bo'lganligining bir shehidning bir isbot sifatida, ya'ni qattason zammiluhum bikulumihim dediğo, ayında boğaçqa biz ma'qul hamda bu cho'ng odam bo'lsa, buning gunohlari mag'firat qilinib ketgan bir belgi mana, shehidning isboti sifatida biz ayında tuson qiyomatda shunda qo'psin bu dedi. Va hadal ma'na, mush ma'na degani shahada tukaffiru dunub. Gunohlarni mag'firat qiladigan, yuyitadigan anda shehidlik degan ma'nosi sabiyning haqqida yo'q. Sabiyningki gunohi yo'q.
ma'dumun fi sabi. Tekfir zam degan mazmun yo'q sabida. Fayabqa alal asl undan ekan asli qoida bo'yicha yush kerak degan ahvolda qolib qoladi. Qala va man qutila bil musaqqali yajibu ghasluhu khilafan lahumma. Musaqqal degan qurol ya tig' bunday narsa emas, tumroq bunday qattiqroq tegadigan narsa. Masalan bir tosh, yo'g'on bir kaltak, mushulni musaqqal deydi. Pichoq, tig', shamshar bunday narsa emas yoki qurol bunday narsa emas. Bu faqatla unda qattiqroq zaxmlantiradigan, unda ko'kaytiradigan, sundiradigan, qattiq tegadigan bir narsalar. Mush narsa o'ltirish qurolimi, o'ltirish quroli emasmi deb o'ttirib qolgan narsa. So'ng Imom Abu Hanifa o'ltirish quroli emas. O'ltirish quroli ya pichoq bilan, ya tig' bilan, yoki tapancha bilan o'ttasang bu o'tiray deb qittumashni deymiz. Lekin yo'g'on tashakkurlar birini atsa, munisib o'lib qolsa, qasdan o'tadi degili bo'lmaydi buni. Bu tashkilot aytib biz zaxmlantiray degan bo'lsa, lekin shunda qattiq o'lib qolgan. Qasdillik yo'q. Endi qasdillik bo'lish uchun ishlatilgan qurolning turiga qaraymiz deydi. Shu odatda o'ttiradigan qurol bo'lsa, qasdda o'tiribdi deymiz. Shuni ishlatgan ekan. Odatda o'tmaydigan narsa bo'lib qolsa, qasdillik yo'q deymiz. Undan ekan musaqqal bilan o'ltirgan kishi qasdillik bo'lmaydi Abu Hanifa nomida. Undan keyin bunga to'lam qildi. Shiblan ya xato degandek bir narsa bo'ldi. Undan keyin buni yuvib taraymiz, badal bo'lganlikdan bunga. Va indahuma al-qatl. Endi bu sahiban va jumhur musaqqal bilan o'ttasimi qasdillik bilan o'ttaga hisobda deb qaragan bo'lg'achqa bu qisas vojib bo'ldimi shunda musaqqal ishlatib o'ttasa. Yo'g'on kaltak bilan kallasi bilan sab o'tirsa qisas qildi. Yo'g'on tash bilan bizni sab bilan o'ttasa qisas qildi. Va man wujida fil ma'rakati mayyitan la jirahata bihi. Endi jangda o'lik holatda ushirdi jang maydonida. Lekin buni hech qanday zaxmlanish, yaradarlik alomati yo'q ekan. G'ussila liwuqu'a shak fi shahadati. Bu shahid bo'ldimi yoki shahid bo'lmadimi buni bilmay ehtiyojatni yutib taraymiz deydi. Balki o'zi ya qo'rqib ketib ya bir ish ulab masalan o'lib qolamiz yoki o'zidan qon kesilib ulab masalan ya qon besimini ulab qolgan bo'lishi mumkin. Ya kofirning misli bo'g'ab o'tirib qolgan bo'lishi mumkin. Shundan ekan shahid bo'lmay qolsa vojib ado qilmay qolmasin deb yutib taraymiz deydi. Qala va yukaffanu fi thiyabihi. O'zining kiyimida kepanlaymiz deydi. Shu kiygan kiyimini kepan hisobida ishlatamiz. لأن حمزة رضي الله عنه لما استشهد كان عليه نمرة degan burda. إن غطي رأسه بدت قدماه وإن غطيت قدماه بدا رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر وأنه زيادة فدل على جوازها وأنه ديان الإذخر زيادة. Şuna başqa bir parça raxni ortiqcha ishiltib kepanga kiyimi bilan birga qetib qo'yishmi, kiyimning ustida o'rab qo'yishim bo'ldi demoqchi. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu shunda bo'lgan. Endi namoz o'qish masalasi Hanafi mazhabda shahidlar namozini tushirildi dedi. Imom Muzani va Tavriylar shunda qaragan. Jumhur ulamolar namozi tushirilmaydi deb qaragan. Chunki hadislar har xil kelib qolganlikdan ulamolar ikki xil qarashda bo'lib qoldi. Qala va yunza'u anhu al-farr. Mujohidning ustida masalan mo'yliq bir teri bo'lib qolsa, farv degan shu. Masalan tulkining terisida yoki nurki deymiz masalan, shundan narsa bo'lib qolsa, uni ilib olamiz. Val hashr. Hashr degan bo'lmasa, paxta va shunda to'xti mudofiyalangan qilin ba'zi bir narsalar, shikilganligi bo'lmay degandek shundan narsa bo'lib qolsa, unda jildga masalan so'qti mudofiyalangan unda narsa bo'lib qolsa, ilib olamiz. Hashr degan asl bir bo'shliqni to'ldirish uchun unda tiqib qo'ygan narsa. Mahshi deymiz-ku. Mahshini saynanishiga gurujni tiqib etgan tamoq. Adabiyotda shunda ortiqcha qo'shiq gapni qilsa hashu bo'ldi. Hashul kalam. Va silah qurollarni qolamiz. Val khuf o'tak va do'ppa, soat, paypoq masalan narsa bo'lsa olib qolamiz. Nima uchun? Li'annaha laysat min aswabil kafan. Chunki bu kepallik kiyimlar qatorida emas. Kepallik kiyimlar avratni yo'g'aydigan narsalar. Al-izar va rida masalan, lufafa deganda. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam amara binaz'iha an-shahid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda narsalarni shahidlardan soldirib olishga buyurgan.
altın tushirib qolsa, mayitni avar qilib uni og'zini kerib, hapishib turgan, mayitniki haq hurmatiga tajovuz qilgan bir darajada bo'lib qolsa, amma qo'yib qo'ygan. Ya qanda asallam ağlı bo'ldi desa, ilvog'an yaxshi. Yana bir tarafdan da mushna nasllar billa dafn qilish adatul jahiliya. Mesela bizning diğerdeki kafirlar shunda qildi. Bizning amroq naslar bilan, amroq soat bilan bunda billa ko'mildi qashli bor. Lekin biz muxolafata ahli jahim qilish uchun ashnasini billa ko'mmaymiz. قال فإن أكل أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا. أنا بوز مجاهد جندا yaralandı. Ok tegdi, yaktı tegdi. Şu yaralanıştan keyin yoki yiqilib bir narsa yegan bo'lsa, suv ichgan bo'lsa, yoki davolangan bo'lsa, yoki dunyo munosabatlik ba'zi bir vasiyatni qilgan bo'lsa, yoki so'zsat qilgan bo'lsa, yoki birisini namozini tushirgan bo'lsa, aytib turib bo'lsinmi, yoki o'zi bir namoz o'qigan bo'lsa, masalan, ishorat bilan bo'lsinmi. Ev humila minal ma'rakati hayyan, yoki jang maydonidan tirik holatda doktorlar olib ketgan bo'lsa, davolash uchun. Ev awathu khayma, yoki biror lapasning ostiga, chidirning ostiga sayr kelib davolanib qilayotgan bo'lsa, ev asha akthar min yawmin, yoki bir kundan ortiqroq yashab qolsa, va huwa yaqilu, o'zining hushi, aqli joyida holatda, tirik holatda yashab qolsa, g'ussiladi. Ondan keyin o'lib ketib qolsa, uni yuvib taraymiz. Bu fiqhda mushunda ahvol bo'lgan mujohidlar va o'ldirilganlarning nimasiga ayrim bir ismi bor. Irtisat deydi. Irtisat degan raf degan asli ko'nikin. Rafsa deymiz. Ko'nikin degan bu hozir yorilib, nat holat baklam ajlab bo'shab ketgan holatda uni yo davolandi, yeb ichib bir muddatdan yerim ko'nmasdan. Shunda hayot yashidi bu. Doktorxonada yoki davolanishda. Bunda bo'lgan ahvolda yuttirildi. Li'annahu nala marafiqal hayot. Chunki bu hayotning ba'zi bir yordamini ko'rdi deydi. Boshqa bir yordamlarni ko'rdi. Ba'zi narsadan bahramon bo'ldi bu. Fakhaffa anhu atharu zulm. Nolga zulmning asri yengillandi. Balki endi bu dushmanning qilgan zarbasidan emas, ikkinchi boshqa narsadan o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ehtimol bor deydi. Falam yabqa fi ma'na shuhada Uhud. Nolga Uhudda shahid bo'lganlarning ma'nosida bo'lmagan bo'ldi deydi. Fa innahum matu itashan. Chunki ular shunda hech nima suvni ichmay, shunda ussizlikda, shunda yerda holatda şu jang maydonlarida jon uzgan. Val ka'su yudaru alayhim khawfan min naqs shahada. Su quyilgan shunda qachilar har birisining qashi agib sunulib, u yoq aning qashqa padab bunda aylanib yurib tugab ketgan. Lekin bu voqelik Uhud shahidlarda bunda rivoyat qilinmagan. Lekin rivoyat qilingan G'azvatul Yarmuk. G'azvatul Yarmukda mush voqeali bo'lgan. Mesela birisi rivoyat qilib, o'zining bir tog'asining o'g'lini birisini izlabdi. Jang tugagandan keyin izlab saqmo yo o'ldimi izlab qarasa, oxirgi nafasi holatda ushlab ketgan holatda, o'g'li balkamda o musulmonlar jasadni ushtirib, ahvolini so'rab qo'yguncha 7-8 soat o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shunda ushlab ketgan va oxirgi hayoti turgan chaqda suv quyib bersa, bu başka bir yatkan yerdani işaret tuttu. İşaret qilgandan keyin qarasa birisi deb yatqizdi. Uning qashiga apasa, u yana birisini işaret tuttu. Qarshi birisi yana birisi deb yatqizdi. Shunda qilib 4-5 aylan, ba'zi vaqtda 7 aylan deb kelgan. Qilsa bu bir-biriga eng oxir aylanib bunda birinchisi kelib qopdi. Kas qarasa, u birinchisi o'lib bo'lgan. Endi ikkinchi odamga endi qaraysa, u o'lib qolgan. Qarsam, aqabda o'lib qolgan. Yani suvni ichmay o'lib ketgan. Buni Imom Bayhaqi Shu'abul Iman degan kitobida Yarmuk g'azoti voqealigi rivoyat qilgan. Imom Tabarani mo Yarmuk g'azoti voqealigi rivoyat qilgan ahvol. Uhud emas. Walau humila min bayni as-saffayni kay la tata'ahu al-khayl la litadawi la yughassal. Yani davolash uchun emas, boshqa bir xalalish uchun emas. Ayada atlarda siyat musun, tankimiz yat musun deb biz bir tarafga ashib qo'ygan bo'lsak,
anda o'lib ketgan bo'lsa, irtisas bo'lmag'achqa bu tamam shahid hisobida muomala qilamiz, ujub taramaymiz. Ya'nahu lam yanal marafiqal hayati. Çünkü oyatning ba'zi bir huzurlardan bahramon bo'lmadi. Va an Abi Yusufa إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل غسل لأنه وجبت عليه صلاة. أبو يوسف yani bir rivayet kep kaldı. Bayatın kısa عاش أكثر من يوم diyen. Bir günde artıklar yaşar diyen. Niyada bir namaz vakti ötkidek miktarda da belgilep koyduğunu İmam Ebu Yusuf'un kayın yani bir rivayet. Navadir rivayeti. Ya ki yani bir rivayet. Bir namaz vakitleri ötse şu aralıkta irtisas altında غسل لأنه وجبت عليه صلاة. Çünkü onun bir namaz vacip bo'lgudek bir vaqt o'tdi deb belgilabdi. Va zalika min ahkamid dunya. Namazning vacip bo'lishi dunyoning ahkamlaridandir. Qala va in awsa bi amrin diniyin lam yughassal. Diniy bir vasiyat qilib qo'ysa, dunyo ishlari uchun emas, din haqida bir vasiyat qilib qo'ysa, shu orliqda, ya'ni yarilinib shahid to'lash orliqida din uchun bir vasiyat qilgan bo'lsa, bu chaqda shahid hisobida. Yani dünya işleriyle meşgul bulmadan buldu deydi. Lima rava enne Sa'd ibn Rabi' usiba yevme Uhud feavsa al-ansara fekala la udra lekum in kutila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve fikum aynun tatrif. Bu ensarlarının katılarından biri ensarlığa şunda vasiyet etken. Sizlerden birinla hayat kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürülüp kalsa sizler özür yok. Yani siz mecburiyetini ada qilmagan bo'lasizlar. Rasululloh o'ltirilgan bo'lsa, hammalar o'ltirib qirilib ketib, qo'ldashqa sizdan birisini qamga holatda andan o'lib ketib qolsa, mayli. Lekin sizdan birisi tirik holat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ltirilib qolsa, siz o'zri yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'ldashqa bayat qilganmisiz bular? Va mata va lam yughassal. Shunda vasiyat qilgandan keyin o'lib ketib qoldi. Ve şehitlerinin muamız kılınıp yiyip taralmadı deydi. Lekin ve mata ve lem yugassal bu vakalık mevzu tahric kılmaptı. Şu Sa'd ibn Rabi'nin diyen sözü marfu yani musnad holatda sanad bilan kelgan. Lekin o'lib ketgandan keyin jumugan degan rivoyat mana kammat boshqa rivoyatda kelgan bo'lishi mumkin. Yoki bu mashhur ish bo'lishi mumkin. Aslidagi kitap kelgani mata va lam yugassal degan vaqalik yo'q aqchan. شنو واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حيدد شنما ومات ولم يغسل يعني روايه يوم قال والمقتول حدا او قصاصا يغسل ويصلى عليه حد degan islom belgilgan ig'ir jazolar kallini elish qo'l kesish shammi kesak qilish o'ltirish deganlar shu haddan yoki yuzda urishmiz ig'ir jazolar had deymiz. Had bir jinoyat ishlab, unda jazo usrab o'ltirilganlar, au qisas yoki boshqalarni o'tirib qisas ilishun qazo qonun qisasini ijro qilib o'tganlar, bular yugassal va yusalli alayhi. Bularda zulm qilinib o'ltirilgan kishilar bo'lgan ekan, shahidlik bo'lmaydi. Shu yib taraf odatga musulmonlar namozini tushirib qo'ymaymiz. Yannahu lam yuqtal zulman falam yakun fi ma'na shuhada Uhud. Qala wal bughat wa qutta tariq la yusalli alayhim. Bag'iylarga va qaroqchilarga albatta buni islom qo'shini o'ttirib qolsa yoki shu kishilar o'zini qo'g'dab bularni o'ttirib qolsa bulardan o'lganlarning namozi tushirilmaydi. Li'annahum yas'auna fil ardi bil fasad. Chunki bular zaminda shunda kishilarni qo'rqitib, mol-mulkini bilan taraj qilib, buzuqchilik qilgan kishilar bo'lg'achqa innama jazaa'ul ladina yuharibunalloha va rasulahu va yas'auna fil ardi فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dünyada mı muşunda xar olduğun gap, ahirette mi anda azap olgan ekan, bularning namozini tushirib, unda izzetini qilib, qilishga yaramaydi demoqchi. Va salatu shafaatun. Namoz degan, namozini tushirish degan, uni bir tilib beradi. Mag'firat qilsa Alloh deb ularning gunohini tilashdan iborat. Fala yastahiqunaha. Ular tilashga loyiq emas. Va Ali radhiyallohu anhu ma salla alal bugha va huwa al-qudwatu fil bab. Ali radhiyallohu anhu bag'iylarning namozini tushirmagan. Biz bayon qilgan rivoyatda
namoz tushmagan chog'da boshqalar kuffarunhum desa, la ihvanuna bagav alayna degan. Deganda, shular qarta adablash jihatdan boshqalarnimi ikkinchi ashunda ishdan to'sash uchun, ibrat bo'lash uchun namozini tushmagan. Va huval qudatu fil bab. Bag'iylarning ahkamlarida bütün ahkamlar asosan Hazrat Ali'ninki g'azablari, janglaridan ilinadi. Masalan, Ammar ibn Yasirni bag'ida o'tiradi-ku, bu xavarijlar, bag'iylar. Ammar ibn Yasirni tutib mangan. Ammar ibn Yasir shu chog'da Hazrat Ali xalifa tarafidan shu Kufani atrofiga vali qilingan. Buni tutilib, ilib mangan chog'da yo'lda ketib o'tib, bu xavarijlar bir zimmining beg'idan o'tgan. Keyin bunning jansilarimiz uzumni uzib yeyishga boshlagancha, "Voy to'xtanglar. İhfadu zimmata nabiyikum." Payg'ambarlarning ahdisini saqlanglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lishdan ilgari, masalan, namozni topilgan shunama, undan ihfaduni fi zimmati, Allah fi zimmati, Allah fi salat degandek vasiyatni qilgan. Nonkin men ahdi bergan ahli zimmaga chiqilmanglar deb topilganda payg'ambarlar ma ahli zimmaning beg'idagi uzumga chiqilmanglar degan uzumni qo'yib qo'ygan. Bakın Ammar ibn Yasir musulmonninki haq hurmati ma zimmining uzumidan bakrak hurmatlik degankin havoda shundami? Shunda desa, makanasida bo'g'izgan Ammar ibn Yasir. Xavarijlar degan shundami? Yaqtuluna ahlal islam va yad'una ahlal kufr. O'tgan ekan Ali raziyallohu anhu shu xalifa tayilga valini o'tirayotgan ekan Nahrvan degan joyda bu xavarijlar guruhi bilan uchrashib, ularga hujum qilib bormagan. Oldilar Ammarni qarshisida o'tirayotganlar, qotilni topshiringlar desa, kulluna qatalahu deb turib. Biz hammamiz o'tadi. Hamma o'tadi, undoq deb hammasini shu chaqda qirib o'tgan. Shu chaqda xavarijdan bir saqqanmagan, musulmonlardan asos bir odam o'lmagan. Hammani qirib o'tgan. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqtulkal fi'atul baghiya degan, tamam? Bag'iylar. Ana Hazrat Ali shu bag'iylar bilan muomala qilgan, shu bilan janglar va har turli ahkomlarni besin kechirgan bo'g'achqa, amaliy tatbiqlagan bo'g'achqa bag'iyning hukmi asosan shu Hazrat Ali radhiyallohu anhuning qilgan ish izlaridan ilinadi. Va kana zalika bi mashhadin min as-sahabati min g'ayri nakir. Ashulaning namozini tushunganligimi sahabe kiramlarning qatnashgan so'rinlarda bo'lgan ishda ular e'tiroz bildirmagan. Undan keyin shu chog'dagi sahabe kiramlar, vazir uzralar, mushavirlarning nimasi bilan ijmo olib ketgan. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.